Bugun 7-iyun 2025-yil. Yana bir haftaga ulg'aydik, ammo tashvishlarimiz kamaymadi. Bulg'or qalampirlarimiz ancha palaklari yana tepaga qarab o'sdi. Yonboshdan suyagi chiqilib baylagan mana bu iplarimiz palakni ushlab turibdi yaxshi. Bitta yarimta demasa, mamga o'xshagan yiqilganini aytmasa, qolgani yaxshi turibdi. Tepadan palak o'sib yangi barg chiqyapti. Pastidan bizga ma'lum bo'lgan mana bu mog'or ekinni yemirib ketyapti. Mana bu qismida ayniqsa sezilyapti, 3-4 metr joyda. Shu qatorda tagi barglari sarg'ayib to'kilayotganligi. Xullas buni to'xtata olmadik hali. Shu ma'noda ekin o'syapti, lekin tagidagi kasallik ham orqadan kelyapti. Bu haftada bir marta terdik. Shu 40 kilolar chiqdi. Aniq sababini bilmadim, lekin hosil yetilishi biroz ko'proq vaqt olyapti. Endi ilgari bir haftada 2 marta bemalol terilayotgan bo'lsa, hozir esa shu bir haftada bir martaga qarab ketyapti. Ayta egatimiz ham sal chanqab qolibdi shekilli. Ertaga yaxshilab sug'orib olamiz. O'tgan videodan keyin ikkita maslahat o'qidim. Ya'ni maslahatlar aslida ko'p edi-da, shu ikkitasi ancha meni ko'nglimga yaqin keldi. Bittasi biz hurmat qiladigan G'anijon Akiyev aytdiki, endi dori sepkis kelmasa eng arzonroq usul nimaga 10 litr suvga 5 gram yantar kislotasi, 2 gram agar to'g'ri yozilgan bo'lsa 2 gram yod va 1 litr yog' olingan sut. Abratam deymiz uni, separatorda qaymoq olingan bo'lsa. Shuni aralashtirib seping. Keyin bu immunitetni oshiradi, ekiningizga ham arzon yechim, ham ekiningiz yaxshi o'zini tutib, ishqilib immuniteti yaxshi bo'lib, mevalar ham yaxshi berib turadi nasib qilsa deb yozgan ekan. Kecha aytib, o'sha katta burgutimizga septirdim, o'zim vaqtim bo'lmadi. Faqat o'sha yog' olingan sut o'rniga zardob ishlatishga to'g'ri keldi. U ham ishga yarar deb. Abrat sut qolmagan ekan. Zardob ishlatdim. Qolgani aytilgandek bo'ldi. Yod o'rniga ham uyimizda Farmayot degan bir oy oldin olganimiz bor ekan, o'shani 2 gram ishlatdik. O'sha dorini bargidan sep chiqdik. Faqat keyin esimga tushdi, shu mavsum boshida shekilli kimdir aytgandek bo'ldi, men bu mog'orga yantar kislotasi ishlatmang, bu mog'orda yana ham avj oldiradi deb. Shu ma'noda agar bizning holatimizda yantar kislotasi biroz xavfli bo'lmasa, qolganda muammo yo'q deb o'ylayman. Agar nima qilsa, o'zi yog'siz yog' olingan sutga yodni o'zini aralashtirib ham sepish bilganim tavsiya qilinadi. Ja bo'lmasam keyingi safar yantar kislotasi sepamiz. Ya'ni sepgandan keyin bir esimga tushdi-da, mayli bir martaga hech narsa qilmas dedim. Keyingi tavsiya esa yana bitta obunachimiz aytgan, bu mog'or to'xtatishning zo'r yo'li bor deb. Bu yerda 10 litrga 5 gram margansovka bilan plus yana 5 mg xotiram pand bermasa nima oti nima edi? Zilyonka aralashtirasiz deb aytilgan ekan. Endi shuni sinab ko'rmoqchimiz. Ish bersa shu yaxshi deb, ham zarari kam, ham bir sinab ko'raylik, menga qiziq, shu foydasi bor yo'qligini. O'sha obunachimiz aytishi bo'yicha mana shu mog'orni ancha to'xtatar ekan bu. Shularni aralashtirib sepsa. Bugun shaharchamizga chiqqanimizda shu nimani olibman-ku, margansovkani olibman-ku, lekin zilyonka esdan chiqib ketib qolibdi. Endi shuni topib kelish kerak. Demak, o'sha asosiy muammomiz mog'or hali to'xtagani yo'q, davom etyapti. Biz ham endi unga qarshi bir tayinli ish ham qilganimiz yo'q. Qo'ni-qo'shnilarda ham sekin bu kasallik paydo bo'lib boshladi. Bu yil o'zi havo ham shunga sabab bo'lyapti shekilli, bilmadim. O'tgan yillari unaqa ishlar yo'q edi. Mahalladagilar ham hayron. Albatta, bu kasalni menimcha mavsum mobaynida birinchi bo'lib xush kelibsan deb kutib olgan dehqon biz bo'lgan bo'lsak kerak. Boshqalarga endi tushyapti. Endi narigi issiqxonaga boraylik. Bu issiqxonamizda ham palaklar ancha yaxshi bo'lib qoldi. Mana bu yerda ham shu garchi barglarni ko'p yaxshilab olgan bo'lsak ham
Bu yerda ham shamog'or to'xtagani yo'q. Mana ola-kula bo'lib yotibdi. Mana bu o'rtadagi qator o'lyapti, shu o'rtalig'i. Qolgani hozircha tinch shekilli. Bilmayman, keyinchalik bu yoqqa ham o'tib ketib qolmasa, hozircha faqat shu yer bilan to'xtab turgandek. Mana shu o'rtada nimadir bor ekan shekilli. Bulg'or lampirlarimiz o'layotgan chatoq bo'ldi, lekin mana bu nima gul edi, o'zbekcha nomi esimdan chiqib ketdi, ruscha nomi barxit yayrab qoladigan bo'ldi, quyosh tegib. Naryoqda ham mana zo'r bo'lib qolgan. Bugunga aytmoqchi bo'lgan asosiy mulohazalardan bittasi, bu shoxini sindirayotganimizda ko'pchilik aytdiki, "Ey, kerakmi senga shu narsa? Sindirib sug'urda o'rniga bodring ek, o'rtangisini ek, kamida 5000 bo'ladi xudo xolasa" deb aytishuvdi. O'tgan yilgi ko'rsatkichlarga suyanadigan bo'lsak, haqiqatda o'tgan yili kalta bodring shu paytlar 5000 dan kam bo'lmagan edi. Endi ora-sirada 3000, 4000 bo'lib qolgan bo'lmasa, umuman olganda 5000 dan sotilgan edi. Faqat bu yil negadir bodring narxi nisbatan pastroq, sal ertaroq ham narx tashladi shekilli. Hozir xullas o'rtangi bodringda ham ko'tarilmayapti. Shu kunlarda kalta silliq bodringni bozorga olib borib, yalinib 2000 dan sotishyapti ulgurji. Endi uzun bodringni-ku aytmay qo'yaveray. Agar sizlarning gaplaringizga kirib, bodring ekkanimizda yana o'sha dardli hikoyani ikkinchi mavsumi davom etardi ekan. Ya'ni bodringda ham narx pastligi birinchi navbatda, endi kasalliklar inobatga olmayapman hali. Hammasi zo'r bo'lganda ham narx pastligi bizni ancha ezg'ilar edi. Shuncha mehnat, shuncha harakat, qaytadan bayla. Hozir eng kamida ortiqcha baylaganimiz yo'q. O'zi ko'karib chiqdi. Ildizi tayin edi. Sug'oryapmiz, ora-sirada haftada bir marta o'g'itli suv beryapmiz. Mana bu hafta, mayli haftada bir terilgan bo'lsa ham 36 kilo chiqdi. 9000 dan sotib keldi. Shu biz tergan kuni 2 kun oldinmi, qachon edi? Sal bozor tushib qolgan ekan. Undan oldin 11000 ham bo'luvdi. Mana bugun aytishyapti, Bulg'or qalampiri 13000 bo'ldi ulgurji narxi deb. Zo'r-ku. Ortiqcha urinishlarsiz haftada bir marta terasiz. Aytaylik, hozirgi holati bilan 40 kilo, 50 kilo tersangiz ham 10000 dan o'rtacha narx hisoblasak, 500000 yomon emas. To'g'ri, bodring bu yerda shu kunara terarding deyishingiz mumkin. To'g'ri, kunara terardik. Kalta bodring tez-tez terilish kerak. Hatto har kuni ham teriladi. U ham har kun terasiz, ham kilosi endi har kun terilganligi hisobiga qancha? 50-60 kilodan hatto chiqib turadi. Qo'lda ham ushlaydi. Vaqt ko'p ketadi. Ham yo'l kira qilib bozorga olib borib 2000 dan sotganingda odam yomon ichini shiladi-da. Ana shuncha vaqt sarflagandan keyin. Uydan ham olishi menimcha qiyinroq. Hozir ko'pchilik bozorga olib borib sotyapti. Tortim unaqa zo'r emas. Kechagina mahalladoshim aytayapti. Shu kalta bodring terib olib boribdi, 60 kilomi chiqqan. Bozorga olib borib bir amallab 2000 dan sotgan ish qilib, bir amallab. Deydi, pattachi keldi-yu deydi, indamay oldimizdan o'tib ketdi deydi. Hatto pattachi ham vijdoni qiynalganda undan patta so'ragani. Haqiqatda sizlar bizni o'ylab, samimiy o'zlaringizni, tavsiyalaringizni beryapsiz. Faqat shuni aytmoqchimanki, sizlar ham adashishlaringiz mumkin. Ya'ni sizlarning gapingizga kirib, buni sindirmasdan hozir bodring ekkanimizda endi balki zararga kirmasdik-ku, lekin rosa ko'p mehnat qilishimizga to'g'ri kelardi. Yana shu Bulg'or qalampiridagidek holatni boshqacha ko'rinishi bo'lar edi. Shu ma'noda hali Bulg'or qalampiri bu yil ekib ham o'zi aslida adashmagan ekanmiz. Hozir shoxini sindirib ham adashmabmiz. Narxi yaxshi bo'lib turibdi bu yil Bulg'or qalampirini. Faqat endi qismatimizda bu yil katta non tishlash yo'q ekan shekilli. Mayda-mayda bo'lib turibdi bu yil. Yo'qsa boshqa tashvish, ya'ni jiddiy xatolik yo'q deb o'ylayman ekin tanlovida. Siz nima deb o'ylaysiz? Bizning fikrimizga qo'shilasizmi? Ya'ni bodring ekmay to'g'ri qilibmizmi? Ya'ni bodring narxi o'ynashi mumkin. 2 kun narxi past bo'lganiga unaqa dema deyarsiz balki. Ammo kuzatyapmiz. Har holda eng kamida o'tgan haftadan beri bodring narxi oxirgi bir haftalik past, aniq. Endi uni oldin bilmayman, lekin hafta ichida qiziqib yurganimda baland emas edi. 2300, 2500 sotyapmiz deyotganda haftani boshida kalta bodringni. Kechidan oldingi kuniga gap esa 2000 dan zo'rg'a sotib keldik deyishdi. Izohlarda yozib qoldiring.
Nima fikrdasiz? 2000 bo'lganda ham bodringni ekish to'g'ri edi degan fikringiz bo'lsa, uni yozib qoldiring. Yoki boshqa maslahatlar. Hozircha shular. Bizni qo'llab-quvvatlab turishingiz bizga katta kuch beradi. Sizni borligingiz bizga g'ayrat. Dehqonni kuzatib boring, davomi yanada qiziqroq bo'ladi. Rahmat.